Assalomu alaykum. Ko'p ustozlarimiz metodik qo'llanma tayyorlaganda birinchi sahifalarni avtomatik raqamlashdi, keyin hujjatning birinchi sahifasiga ramka qo'yish, mundarija tayyorlashga ozgina qiynalishyapti ekan. Shuning uchun ozgina metodik yo'riqnoma tayyorlab ko'rsatmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Qonuni pedagogning maqomi to'g'risida. Hozir mana shu hujjatni avtomatik sahifa qo'yib chiqamiz. Buning uchun birinchi stavkaga kiramiz. Stavkadan nomer stranisini tanlaymiz. Внизу stranisini tanlab turib, bu yerda har xil sahifalarda raqamlashimiz mumkin. Men prostoy nomer 2 ni tanladim. Mana avtomatik tarzda barcha sahifalar raqamlandi. Zakrit okno kolon titul belgilaymiz. Endi shu birinchi betga ramka qo'yishimiz kerak. Buning uchun konstruktorga kirib, bu yerdan granitsiy stranisini tanlaymiz. Bu yerga kirib turib, o'zimizga yoqqan birorta ramkani tanlab olamiz. Всему документуда только первой страницani tanlaymiz. OK tugmasini bosamiz. Mana faqat birinchi betga ramka qo'yildi. Endi mundarija tayyorlaymiz. Mundarija tayyorlash uchun birinchi modda belgilab olamiz. Silkaga kirib turib, добавить tekst уровень 1 ni tanlaymiz. Ikkinchi moddani ham shunday tarzda belgilab chiqamiz moddalarda. Shrift turini keyin o'zgartirsak bo'laveradi. Agar hujjatimiz yana qo'shimcha ma'lumotlar kiritmoqchi bo'lsak, уровень 2 ni tanlaymiz. Shunday tartibda уровень 1 tanlab chiqamiz. Bo'ldi, hammasiga добавить tekstga уровень 1 ni tanlab oldik. Endi bu ishimizni ko'rish uchun главныйga kirib turib, mana yerda найдите bosadigan bo'lsak, xuddi mana shu oyna hosil bo'ladi. Mana bu yerda заголовки tayyor bo'ldi. Bu yerda sahifalar 9 sahifani ko'rsatib beradi. Bu yerda rezultat. Заголовкиga kirganimizdan keyin mana shu bo'sh sahifaga kirib turib, kursorni qo'yib bo'sh sahifaga silkadan оглавлениеga kirib turib, оглавление заголовок birinchisini tanlab qo'yamiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi оглавление degan so'zni mundarija bilan o'zbekcha yozib qo'yamiz. Mundarija. Endi buni yozuv turini o'zgartirishimiz mumkin. Главныйga kirib turib, Times New Roman tanlab, razmerini kattalashtirishimiz mumkin. O'rtaga olib kelib qo'ysak ham bo'laveradi. Endi mundarijamizni shriftlarini ham kattalashtirsak bo'laveradi. Masalan, 14 shriftga kelib, rangini ham o'zgartirsa yana ham chiroyli bo'ladi. Hujjatimiz. Mana endi masalan 8-moddaga borganimizda nажмите Ctrl и щелкните ссылка deyapti. Ctrl bosib turib, bosganimizda qo'l ko'rinadi. Virtual qo'l.
Shuni bosganimizdan keyin mana 8-moddaga boradi. E'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.